Bolalar mebelini zakazga yasatirsam arzon bo'ladi deb o'ylashadi. Bu qanchalik to'g'ri? Assalomu alaykum. Navbatdagi xonadonimizda ikkita uyga jihozlab berganmiz. Ikkita qiz bola uchun, bitta o'g'il bola uchun. Hozir buni obzorini olamiz va mavzuyimizda gapirib o'tib ketamiz. Ko'rganinglardek, bu interyerni dizaynerlar bergan proyektni qilib berganmiz. Interyer dizayner bergani krashindan chiqadigan rang bo'lgani uchun, ruchkalar mana shunaqa o'yilish kerak bo'lgani uchun buni krashinli qilib ishlab chiqqanmiz va o'rtada partaga katta joy qoldirilgan. Ikkita qiz bola uchun mo'ljallangan va orqa tarafini fasadli qilib, valna fasadimizdan qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Va bu yoq tarafda kravat. Kravatda ham xona bemalol bo'lgani uchun enini kattaroq kravat qilib yasaganmiz va bo'yini ham bemalol bu uzatilgungacha holatda foydalansa bo'ladigan qilib yasalgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda odatda biz spinkani yergacha tushirardik. Spinkani keyin va noshka taraflarimizni pastgacha tushirardik. Bu yerda noshkali qilib qilganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Baho berasizlar va o'g'il bola xonasiga o'tamiz. Bu o'g'il bola xonamiz shkafimiz 330 ga yasalgan, bez ruchka qilib, tiponga qilib yasalgan. Bu ham xuddi shu dizaynerlar bergan proyektda chiqarib berganmiz va krashinida chiqarib berilgan. Ko'rishingiz mumkin. Baho berasizlar bunga ham. Va bu yerda kravat eniga 1.20 lik, balandligi 2 metrlik qilib yasalgan. Bemalol uylangungacha yetadi bu razmerda. Bizning mavzuyimiz detskiy mebel qanchalik arzon bo'ladi deb. Bozorlarda asosan uchastkalar uchun tayyor mebellar ham bor. Uni ko'rsanglar bo'ladi, lekin narxini solishtirib ko'rasizlar. Agar chet eldan kelgan bo'ladigan bo'lsa, qimmat chiqib ketadi. Tayyori sizlarga yoqmay qolishi ehtimoli yuqori. Bizni detskiy mebel deb bizga telefon qilishsa, birinchi navbatda biz aytadigan narsamiz, birinchi tayyorni qidirib topinglar. Agar topa olmasanglar, zakazga yasab beramiz deyiladi. Detskiy mebel ko'p material ketadi, ko'p harakat bo'ladi. Kuxonniy mebelga nisbatan kamroq bo'ladi-yu harakati, lekin material ko'p ketgani hisobiga qimmat chiqib ketadi. Uni ham qaysidir ranglari bo'lmaydi laminatda, qaysidirlari krashinli qilinish kerak bo'ladi. O'shaning uchun biz faqat interyer dizayner bergandan keyin qilib berishimiz mumkin bo'ladi yoki variant beringlar deyiladi. Variantlar mana shu qilgan ishlarimiz. Biz dizaynli qilib o'tira olmaymiz bu detskiy mebellar bo'yicha. Agar interyerni dizaynda bo'ladigan bo'lsa, qilib beraveramiz. Narxi o'sha qimmat bo'lishining sabablaridan yana bittasi, siz uchun dizayn chiziladi, siz uchun material olinadi, bozor qilinadi, siz uchun ishlanadi. Shuni hisobiga material ko'p ketgani uchun bu yerda juda ko'p ketgan. Hozir bu ham splashnoy krashinli, bu ham krashinli, ko'p joylari krashinli bo'lib ketadi. Kuxoniyada asosan fasadda o'zi krashinli bo'ladi. Korpuslar MDF bo'ladi. Bunaqa detskiylarda ko'p yonmachalariga ham kraska sepishimiz kerak bo'ladi. O'shani hisobiga qimmat chiqib ketadi. Qimmat chiqib ketishi hisobi bizni xodimlarimiz, hamma ishlaydigan protsessdagi xodimlarimizga ham hammasiga izdeniyaga pul chiqarib qo'yganmiz. O'shaning asosida pul chiqadi. Ular ham endi ko'pincha qimmat ishlamaydi-yu, standart ishlashadi, lekin ularga ham ob'yom bo'yicha oylik chiqish kerak. Xuddi shunaqa sabablardan bittasi spalniy mebel bo'ladimi, prixoshka mebel bo'ladimi, hammasida shunaqa qanaqadir qimmat chiqish ehtimoli yuqori bo'lgani uchun tayyor patochnidan решение chiqadigan bo'lsa, tayyorni olgan yaxshi. Zakazga yasash kerak bo'lsa, bemalol chiqaverasizlar, o'zimiz yasab beraveramiz. Kimga shunaqa xizmatlar, interyer dizaynda detskiy mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, spalniy mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, tayyordan решение ola olmasanglar, biz yasab beramiz. Sizlar o'ylashingiz mumkin, qimmat bo'lib ketadi deb. Biz bilan bemalol sexa bor, shunaqa bizdagi ko'p xodimi bor, komandalar bilan bemalol solishtiringlar. Bizaniki har doim arzon chiqqan bo'ladi. Sog' bo'linglar, rahmat.